Kuz. Tabiat sokin, lekin ayni damda yangi hayot bosqichiga chorlaydigan fasl. Daraxtlar barglarini to'kib, yangilanishga tayyorlangani singari, inson ham kuzda o'zini yangilashga, yangi bilimlar sari intilishga ehtiyoj sezadi. Shu o'rinda uy bekalari ham bunday hislardan begona emaslar. Biz qanday qilib vaqtimizni to'g'ri taqsimlab, shavqli dunyoda o'zimiz uchun ham vaqt ajratishimiz mumkin? Bizning jamiyatimizda uy bekasi ilm bilan shug'ullanishi shart emas, u faqat ro'zg'or bilan band bo'lishi kerak degan qarash bor. Aslida esa ilm olish faqat universitet yoki diplom olish uchun emas, balki bu eng avvalo insonning o'zini tarbiyalashi va oilasiga foyda keltirishi demakdir. Ilm olish har bir musulmon erkak va ayolga farzdir. Hadisdan oladigan foydamiz ilm erkaklar uchun majburiy, ayollar uchun ixtiyoriy ekanligini bildirmaydi. Shuning uchun ayollar xoh uy bekasi bo'lsin, ilm olish uchun unga islomiy va hayotiy jihatdan zarurdir. Ilgari ilm olishlikka nisbatan judayam tor doirada fikrlagan ekanman. Men uchun ilmni chegarasi universitetda 4 yillik ta'lim bilan nihoyasiga yetadi degan tushunchani borligi edi. Lekin hayotim davomida shunday opa-singillarimizni uchratdimki, ular universitetlarda ta'lim olmagan bo'lsalarda, universitetdagi talabalardan ko'ra ilmga nisbatan ancha rag'batliroq, ancha ishtiyoqlari baland. Ya'ni ilm olishlik ularni hayotiy ehtiyojlariga aylanib bo'lgan va bu holatni ko'rgan hech qaysi opa-singlimiz shunchaki bee'tibor qoldirmaydi. Ya'ni bu narsa albatta har bir insonga motivatsiya beradi. Ya'ni ilm olishlik bu 4 yillik ta'lim bilan yoki ma'lum bir soatlar bilan chegaralanib qolmas ekan. Ya'ni ilm bu insonni tabiiy ehtiyoji va u doimiy ravishda uni hayotini bo'lagiga aylanishligi kerak ekan. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda bandalarni ilm olishlikka targ'ib qilgan yoki bo'lmasam Allohdan olim bandalargina qo'rqadi degan oyatlari ham insonlarni ilm olishlikka, intilishlikka rag'bat beradi. Yoki bo'lmasam Qur'oni Karimni aynan o'qi oyati bilan nozil bo'lganligi ham insoniyatni ilm olishlikka targ'ib qiladi. Ya'ni ilm olishlik bizni najotimiz. Bu faqatgina universitet binolarida qolib ketadigan ish emas, balkida ilm olishlikni har bir inson o'zini hayotini bir bo'lagi, bir qismiga aylantira olishligi kerak. Mentalitetimizda negadir ayollarni ilm olishi vaqtni bekorga sarflash deb qaraladi. Maksimal darajada uy yumushlariga ko'milishi uchun harakat qilinadi. Aslida bu pozitsiya noto'g'ri. Ilmli ona avvalo farzandiga eng katta tarbiya manbai hisoblanadi. Lekin shuncha yumushlar orasida qanday qilib ilmga vaqt ajratish mumkin? Ilmga ajratadigan vaqtimga dam olganim yaxshi deb o'ylasangiz, balkim bunda ham jon bordir. Lekin bilingki, ilm bu najot demakdir. Sizni qorong'u zulmatlardan nurga olib chiquvchi yo'lboshchingizdir. Qanday reja tuzamiz? Avvalo to'g'ri maqsadni qo'yib olishligimiz kerak. Odatda bir oylik maqsadlar sizni A nuqtangizdan B nuqtangizga borish uchun nafsingizga og'irlik qilmaydi. Keyin kunlik reja. Bu rejada 2 yoki 3 ta hayotingizga kiritishingizni ortga surayotgan vazifalarni qo'yasiz. Deylik, har kuni kitob mutolaa qilish, farzandlar bilan 15-20 minut dars tayyorlash, biror foydali kursni bitta mavzusini ko'rib anglash, konspekt qilish. Ana shu rejangizga har kuni 20-30 daqiqa ilm uchun ajratishni kiriting. Siz uchun ideal vaqt bomdoddan keyingi vaqt bo'lishi mumkin yoki yosh farzandlaringiz bo'lsa, ya'ni yosh ona bo'ladigan bo'lsangiz,
Bolalar uxlagan vaqt, peshin vaqti bo'lishi mumkin. Albatta, telefondan foydalanishni nazoratga olishligingiz muhim hisoblanadi. Sizga keraksiz bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan voz keching. Va albatta, keyingi etap esa uyquni nazoratga olish. Vaqtida uxlashga yoting. Mana shu kichik amallar sizni kelajakda katta manzillarni bosib o'tishingiz uchun ilk qadamlar bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda uy bekasining ilm olishi jamiyatga qo'shgan eng katta hissasi bo'lishi mumkin. Chunki ilmli onalar ilmli avlodlarni tarbiyalaydi. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Men uchun ular juda ham qadrli. Didorlashguncha omon bo'ling. Xayr.